30-oktyabr Yaponiya parlamentida Xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlamentlar kengashi yig'ini boshlandi. 30 necha davlatdan kelgan parlament a'zolari, Uyg'ur tashkilotlarining vakillari, faoliyatchilar va tadqiqotchilar qatnashadigan bu yig'in 2 kun davomlashadigan bo'lib, Uyg'urlar duch kelayotgan genosid va uningga qarshi kurash temalari muzokara qilinadi. Ma'lum bo'lishicha, yig'inning ochilish murosimi Yaponiya vaqti 29-oktyabr kechqurun Tokiodagi Metropolitan mehmonxonasida o'tkazilgan. Xitoyga qarshi Xalqaro parlamentlar ittifoqi va Dunyo Uyg'ur qurultayining uyushtirishi bilan o'tkazilgan bu yig'inga Uyg'ur parlament a'zosi Arfiya Alini o'z ichiga olgan Yaponiya parlament a'zolari bilan birga bu ittifoqqa a'zo bo'lgan 30 necha davlatdan kelgan parlament a'zolari Uyg'ur genosidni fosh qilishda aktiv rol o'ynayotgan Adrian Zens qatorliq tadqiqotchilar, lager shohidlari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq tashkilotlarning vakillari qatnashmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi genosid jinoyatini pardozlash uchun atalmish Shanxaydagi Oygul filmini Qashqar viloyatining Yakan noyisida suratga olishga boshlagan. Beijing xabarlari to'rining xabar qilishicha, atalmish komediyalik film Shanxaydagi Oygulning ochilish murosimi Yakan noyisida o'tkazilgan bo'lib, mazkur film Yakan noyisida suratga olingandan boshqa Qo'shqam noyisi, Qog'iliq noyisi, Qashqar shahri, Toshqo'rg'on noyisi qatorliq joylarda suratga olinadi ekan. Oxirida maydon almashib Shanxayda suratga olinadi ekan. Xitoy doiralari filmda asosan Sharq Turkistonni xitoylashtirish uchun bir tarafdan o'ydirma bayonlar orqali Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirsa, yana bir tarafdan atalmish Shanxayda yashayotgan bir oila kishilaridan iborat to'qilma voqelikni ifodalash orqali Uyg'urlarning Xitoyga surgun qilish jinoyatini oqlashga uringan. Qozog'iston tarixidagi eng chong ko'mirkan voqeasi yuz berib, 40 dan ortiq kishi hayotidan ayrildi. 29-oktyabr Qozog'iston davlat bo'yicha motam kuni o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, Kan voqeasida qazo qilganlarning soni 45 ga yetgan. Jiddiy ahvol ministrligi bayonotda mundaq dedi: izlash mashg'uloti vayron bo'lgan kan aslahalari shundaqla ba'zi joylarda xarobaliklar sababli to'sqinlikqa uchirmoqda. Xabar qilinishicha, oktyabrda Xitoyda yasamichilik kasbi faoliyati hayron qolarlik darajada tuvanlagan. Mulozimat kasbining ish surati ostiladi. Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Xitoyning setilish ko'rsatkichi 9-oydagi 50,2% dan 49,5% ga tushib qolgan bo'lib, bu iqtisodshunoslarning mo'ljaridan tuvan bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Washingtondagi ziyorati jarayonida bir faoliyatda qilgan so'zida noyabrda San Fransiskoda o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'inida Amerika va Xitoy rahbarlarining uchrashishining oson ish emasligini bayon qildi. U Amerika amaldorlari bilan ko'rishganda Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Bidenning Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'inida uchrashish masalasida birlikka kelganligini, ammo buning kafolatga ega emasligini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Jang Yusha Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan ko'rishgan bo'lib, Xitoy bilan Rossiyaning yuqori qatlamli ikki taraflik munosabati va ikki armiya o'rtasidagi kuchli taraqqiyot harakatlantirish kuchini ta'kidlagan. Jang Rossiya bilan hamkorlashib, bexatarlik tahdidi va xirislarga aktiv aralashishga va yer shari strategik tangponlikni saqlashga tayyor ekanligini aytgan. Shoygu bo'lsa, o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan foydali aloqani davomli cho'nqurlashtirib, ikki davlat munosabatini taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bayon qilgan.